Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Rossiyada dollar narxi arzonlashda davom etyapti. Ko'rib o'tamiz. 25-yanvar Moskva vaqti bilan soat 1lar atrofida 1000 dollarimiz 75123 rublga arzonlagan. O'zbekistonda ham dollarning narxi arzonlashda davom etyapti. O'zbekistonda faqat kichkina raqamlarda 1000 dollarimiz 12 million 43 ming so'mni ko'rsatyapti. Buni grafik bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Grafikda ko'radigan bo'lsak, mana 1 yilning ichida 13300 dan 12 minglar atrofiga tushib qoldi O'zbekistonda dollarning narxi. Rossiyada esa arzonlashini mana grafik bilan ko'rishimiz mumkin. Rossiyada 1 yilning ichida judagina kattagina tushishlar kuzatilgan. Mana 100 dan 75 gacha tushishlar kuzatilyapti. Endi esa Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish narxlarini ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik bilgan Zolotoy Koronada 1000 dollarni hisoblab ko'rdim. 78951 rublni ko'rsatyapti. Prilojenalar ichida eng arzoni hozirda mana shu prilojeniyamiz 1000 dollar, bunda 77000 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga 1000 dollar jo'nataman desangiz, bu prilojeniyamiz 77000 rublga 1000 dollar ko'rsatyapti. Boshqa prilojenalarni ham ko'rib chiqamiz. Mana yana bir prilojeniyamizda 1000 dollarimiz 78694 rublni ko'rsatyapti. Yana ko'pchilikka tanish bo'lgan Mir Privilegiy prilojeniyasida hisoblab ko'rdim. Bunda 1000 dollarimiz 78250 rublni ko'rsatyapti. Farqlar kichkina raqamlarda bor har bitta prilojeniyada. Mana yana bir prilojeniyamizda 1000 dollarimiz 78943 rublni ko'rsatyapti. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Dollarning narxi arzonlashda davom etadimi? Mana ko'rib turibsiz. Arzonlab boryapti, yana shunaqa davom etadimi deganlar uchun ekspertlarning xulosasiga ko'ra dollarning narxi butun dunyoda arzonlashi, narxlarini tushishi kuzatilyapti. Masalan, Tojikistonda dollar kursini ko'ramiz. Tojikistondan turib ko'rayotganlar uchun mana 1000 dollarimiz yaxshigina tushishlar bo'lgan. 1 yilning ichidagi grafikni ko'radigan bo'lsak, 1 yilning ichida 10800 dan mana qulashlarini ko'rishingiz mumkin. 9200 somoniga tushib qolgan. Bu yaxshigina tushish desak bo'ladi. Xuddi shunday Turkiyada dollar narxi qancha bo'layotganini ham ko'rishimiz mumkin. Qiziq holat bo'lyapti. Turkiyanikining grafikida mana ko'rib tursiz. Turkiyada faqat narxning oshishi kuzatilgan. 1 dollarimiz 43 TLni ko'rsatyapti. Xo'p, 1000 dollarni hisoblab ko'ramiz. Turkiya lirasida 1000 dollarimiz 43334 lirani ko'rsatyapti. Turkiyada qiziq holat, hamma joyda dollarning narxi arzonlayotgan paytda Turkiyada esa kichkina raqamlarda bo'lsa ham dollarning narxi ko'tarilib boryapti. Ko'pchilikni o'ylantiryapti, dollarning narxi nima bo'ladi, yana tushishda davom etadimi deb turib. Kimda qandaydir fikrlar bo'lsa, kommentariyaga yozing. Dollar narxi yana tushishda davom etadimi yoki ko'tarilishi mumkinmi?